Tezkor xabar. Soliq qarzdorlar uchun yangi cheklov joriy etilishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Yer yoki mol-mulk solig'idan qarzingiz bo'lsa, bu yangilik siz uchun muhim. Yangi taklifga ko'ra ayrim holatlarda elektr energiyasi uchun to'lov qilish imkoniyati cheklanishi mumkin. Bu qanday amal qiladi? Hozir bilib olasiz. Eng muhim tafsilotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar mamlakatimizdagi dolzarb yangiliklarni birinchi bo'lib kuzatib borishni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling, Soliq qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, yer va mol-mulk solig'i bo'yicha 1 million so'mdan ortiq qarzdorligi mavjud bo'lgan jismoniy shaxslarga nisbatan yangi tortiq joriy etilishi mumkin. Unga ko'ra, avval fuqaro soliq billing avtomatlashtirilgan tizimi orqali ogohlantiriladi. Xabarnomalar SMS va mobil ilovalar orqali ham yuboriladi. Agar qarz o'z vaqtida to'lanmasa, elektr energiyasi uchun to'lov qilish imkoniyati vaqtincha cheklanishi mumkin. Soliq qarzi to'liq qoplanganidan keyin esa ushbu cheklov avtomatik tarzda olib tashlanadi. Qayd etilishicha, bunday amaliyot yangi emas. Chunki 2025-yil 1-avgustdan boshlab chiqindi xizmatlar uchun qarzdor bo'lgan iste'molchilarga nisbatan ham xuddi shunday tartib qo'llanilmoqda. Bugungi xabarimiz shu yerda yakunlandi. Videoni ulashishni, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.